Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni ko'rib chiqamiz. O'zbekistonda ishlovchi pensionerlar pensiyasi avgust oyida qanday indeksatsiya qilinadi? Kimning pensiyasi oshadi, kim kutmasligi kerak? Qaysi holatlarda pul noto'g'ri hisoblanishi mumkin va pensioner o'z haqini yo'qqa o'tmaslik uchun nima qilishi kerak? Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki ularning farzandlariga, buxgalterlarga, kadrlar bo'limida ishlaydiganlarga, yakka tartibdagi tadbirkorlarga va rasmiy ishda davom etayotgan yoshi katta fuqarolarga ham tegishli. Chunki birgina noto'g'ri tushuncha sabab odam bir necha oy, ba'zan esa bir necha yil davomida o'ziga tegishli oshirgan pensiyani to'liq olmasligi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Men sizga hammasini oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida batafsil tushuntirib beraman. Avvalo asosiy savolga javob beray. Ishlayotgan pensionerning pensiyasi indeksatsiya qilinadimi? Umumiy qoida bo'yicha agar davlat tomonidan pensiyalar miqdori oshirilsa, ya'ni indeksatsiya qilinsa, bu oshirish ishlayotgan pensionerlarga ham tegishli bo'ladi. Chunki pensioner ishlayaptimi yoki ishlamayaptimi, u baribir pensiya oluvchi shaxs hisoblanadi. Lekin bu yerda odamlarni eng ko'p chalg'itadigan ikkita tushuncha bor. Birinchisi pensiyani indeksatsiya qilish. Ikkinchisi pensiyani qayta hisoblash. Bu ikkisi bir xil narsa emas. Indeksatsiya degani davlat tomonidan pensiya miqdorlarining umumiy oshirilishi. Masalan, avgust oyidan pensiyalar ma'lum foizga oshirilsa, bu barcha pensiya oluvchilarga, shu jumladan ishlovchi pensionerlarga ham avtomatik ta'sir qiladi. Bu odatda prezident farmoni yoki hukumat qarorlari asosida amalga oshiriladi. Bunda pensioner alohida ariza yozmasa ham pensiya tizimida miqdor o'zgartiriladi. Pensiyani qayta hisoblash esa boshqa masala. Masalan, odam pensiyaga chiqqanidan keyin ham ishlashda davom etdi. Ish staji qo'shildi. Ish haqi bo'yicha sug'urta badallari yoki ijtimoiy soliq to'landi. Shunda ma'lum shartlar asosida pensiyasini qayta hisoblatish masalasi paydo bo'lishi mumkin. Bu indeksatsiyadan farq qiladi. Indeksatsiya hammaning pensiyasiga umumiy ta'sir qiladi. Qayta hisoblash esa konkret odamning ish staji, ish haqi hujjatlari va pensiya tayinlangan sanasiga bog'liq bo'ladi. Ko'pchilik yoshi katta fuqarolarimiz yaxshi eslaydi. Avval ishlovchi pensionerlarning pensiyasini to'lashda turli cheklovlar bo'lgan. Ayrim davrlarda ishlayotgan pensioner pensiyasining hammasini emas, ma'lum qismini olgan. Masalan, ba'zi toifadagi ishlovchi pensionerlarga pensiya to'liq to'lanmagan, ayrimlar ehid foiz olgan, ayrim imtiyozli toifalar esa to'liq olgan. Bu tizim odamlarni norasmiy ishlashga, ish joyini yashirishga yoki pensiyadan keyin umuman ishlamaslikka majbur qilgan holatlar ham bo'lgan. Keyinchalik O'zbekistonda bu masalaga yondashuv o'zgardi. Ishlovchi pensionerlarga pensiyani to'liq to'lash tamoyili joriy etildi. Ya'ni pensioner ishlasa ham uning pensiyasi kesilmasligi, kamaytirilmasligi kerak degan yondashuv kuchaydi. Bu juda muhim o'zgarish bo'ldi. Chunki ko'plab pensionerlarimiz hali mehnat qilishga qodir, tajribali, kasbini yaxshi biladi, oilasiga yordam beradi, nabiralarini o'qitadi, kredit to'laydi, dori-darmon oladi. Ularning ishlashi pensiyadan mahrum bo'lishiga sabab bo'lmasligi kerak. Endi avgust oyidagi indeksatsiya haqida gapirsak, avgust ko'pincha pensiya va nafaqalar oshiriladigan oy sifatida odamlar e'tiborida bo'ladi. Agar rasmiy qarorda pensiyalar avgust oyidan oshiriladi deb belgilansa, unda oshirilgan miqdor aynan belgilangan sanadan boshlab hisoblanadi. Masalan, avgustdan oshirilsa, avgust oyi pensiyasi yangi miqdorda chiqishi kerak. Agar texnik sabab bilan kechiksa, keyingi to'lovda farqi qo'shib berilishi lozim. Lekin har doim ham odamlar bu farqni o'z vaqtida tekshirmaydi. Ana shu yerda muammo boshlanadi. Birinchi muhim qoida. Ishlovchi pensioner ham oddiy pensioner kabi indeksatsiyadan foydalanadi. Masalan, Rustam aka 64 yoshda zavodda qorovul bo'lib ishlaydi va oyiga 2.300.000 so'm pensiya oladi. Davlat pensiyalarini deylik 11% ga oshirdi. Bunda Rustam akaning ishlayotganligi pensiyani oshirishga to'sqinlik qilmaydi. Uning pensiyasi taxminan 2.445.000 so'mga chiqishi kerak. Albatta, aniq hisob-kitob pensiya turiga, bazaviy miqdorlarga, ustamalarga va boshqa ko'rsatkichlarga bog'liq bo'ladi. Lekin prinsip shunday. Ishlash indeksatsiyani bekor qilmaydi. Ikkinchi misol. Dilbar opa 58 yoshda pensiyaga chiqqan, lekin maktabda kutubxonachi bo'lib ishlaydi. U pensiya oladi va oylik ham oladi. Avgust oyida pensiya oshirilganda Dilbar opaning pensiyasi ham oshirilishi kerak. Maktab buxgalteriyasi uning pensiyasini oshirmaydi.
Chunki pensiyani maktab to'lamaydi. Pensiyani pensiya jamg'armasi yoki tegishli tizim hisoblaydi va to'laydi. Maktab faqat ish haqi, soliq, mehnat shartnomasi, ish staji bo'yicha ma'lumotlar bilan bog'liq. Shu sababli pensioner pensiya oshmaganini ko'rsa, ish beruvchidan emas, avvalo pensiya bo'limidan yoki tegishli elektron tizim orqali ma'lumot olishi kerak. 3-misol. Sobir aka pensiyaga chiqqandan keyin taksida ishlaydi, lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmagan. U o'zini ishlovchi pensioner deb hisoblaydi, chunki amalda daromad topadi. Ammo huquqiy nuqtai nazardan agar uning faoliyati rasmiylashtirilmagan bo'lsa, pensiya tizimida bu ish staji sifatida ko'rinmasligi mumkin. Indeksatsiya baribir pensiyasiga qo'llanadi, chunki u pensioner. Lekin keyinchalik men pensiyadan keyin 3 yil ishladim, pensiyamni qayta hisoblab bering desa, rasmiy staj va to'lovlar bo'lmasa muammo chiqadi. Demak, indeksatsiya uchun rasmiy ish shart emas, lekin qayta hisoblash va stajni isbotlash uchun rasmiylik juda muhim. 4-misol. Munira opa pensiyaga chiqqandan keyin xususiy klinikada hamshira bo'lib ishlagan. Mehnat shartnomasi bor. Ish haqi kartaga tushgan, ijtimoiy soliq to'langan. Bunday holatda umumiy indeksatsiyani oladi. Bundan tashqari, keyinchalik qonunda belgilangan tartibda pensiyasini qo'shimcha ish staji va daromadlari asosida qayta hisoblatish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Bu yerda muhim narsa ish beruvchi ma'lumotlarni to'g'ri topshirganmi? Elektron mehnat daftarchasida ish davri aks etganmi? Ish haqi bo'yicha ma'lumotlar bazada bormi? 5-misol. Akmal aka pensiyaga chiqqan, lekin fermer xo'jaligida mavsumiy ishlaydi. Ba'zan shartnoma bor, ba'zan yo'q. U pensiya oshirilganda men ishlayapman, balki menga oshmaydi deb xavotirga tushadi. Yo'q, umumiy indeksatsiyada pensiya oshishi kerak. Lekin mavsumiy ishlar hujjatlashtirilmagan bo'lsa, kelajakda pensiya qayta hisobida bu davrlar hisobga olinmasligi mumkin. Shuning uchun har bir pensioner ish boshlaganda meni rasmiy qabul qildingizmi? Mehnat shartnomasi elektron tizimga kiritildimi? Ish haqimdan tegishli to'lovlar qilinyaptimi deb so'rash kerak. Agar siz pensiya olasiz va rasmiy ishda ishlasangiz, avgust oyidagi umumiy pensiya oshishidan xavotir olmasligingiz kerak. Ishlayotganingiz uchun pensiyangiz avtomatik ravishda indeksatsiyadan chiqarib tashlanishi kerak emas. Bu juda muhim. Agar siz pensiya olasiz, lekin pensiyangiz avgust oyidan keyin ham eski miqdorda tushayotganini ko'rsangiz, albatta tekshiring. Ba'zan pensioner bank kartasiga tushgan summani ko'radi, lekin unda qarzdorlik ushlab qo'linganmi? Aliment yoki ijro hujjati bo'yicha ushlanma bormi? Avval ortiqcha to'langan summa qaytarilyaptimi? Buni bilmaydi. Shuning uchun pensiyam oshmadi degan xulosaga kelishdan oldin pensiya hisob varag'i bo'yicha batafsil ma'lumot olish kerak. Agar siz pensiyaga yangi chiqqan bo'lsangiz, masalan, iyul oyida pensiya tayinlangan bo'lsa, avgustdagi oshirish sizga qanday qo'llanishini alohida tekshirish kerak. Chunki pensiya tayinlangan sana, hisoblangan baza, birinchi to'lov davri, hujjat topshirilgan kun va to'lov jadvali turlicha bo'lishi mumkin. Kimdir iyul uchun eski miqdorda, avgust uchun yangi miqdorda oladi. Kimdir avgustda 1-marta pensiya olib, unda bir nechta oy uchun to'lov qo'shilib keladi. Bunday holatda summa katta yoki kichik ko'rinishi mumkin. Lekin bu doim xato degani emas. Agar siz nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya olsangiz, indeksatsiya qaysi turdagi to'lovga qanday qo'llanganini ham tekshirish kerak. Chunki pensiyaning asosiy qismi ustamalar, kompensatsiyalar, minimal miqdorlar, bazaviy hisoblash miqdorlari turlicha tartibda oshirilishi mumkin. Oddiy odam buni bir qarashda tushunmasligi tabiiy. Shu sababli pensiya bo'limidan yozma yoki elektron tarzda pensiyam qanday hisoblangan degan ma'lumotni so'rash foydali. Birinchi nozik jihat, indeksatsiya foizi hamma uchun bir xil ta'sir qilgandek ko'rinsa ham, yakuniy summa hammada bir xil oshmaydi. Masalan, ikki pensionerning pensiyasi 2 million so'm bo'lishi mumkin, lekin biri ustama oladi, ikkinchisida minimal pensiya darajasiga yetkazib qo'yilgan qo'shimcha bor. Oshirishdan keyin ularning yakuniy pensiyasi turlicha o'zgarishi mumkin. Shuning uchun qo'shningiz 30 ming so'm ko'proq oldi, siz 2-20 ming so'm ko'proq oldingiz, demak sizni aldashdi degan xulosa har doim ham to'g'ri emas. Ikkinchi nozik jihat, ish haqi oshishi pensiya avtomatik oshadi degani emas. Ishlovchi pensioner mening oyligim oshdi, demak pensiyam ham oshishi kerak deb o'ylashi mumkin. Yo'q, ish haqingiz oshgan darhol pensiyani o'zgartirmaydi. Pensiya qayta hisoblanishi uchun qonunda belgilangan tartib, asos va muddatlar bo'lishi kerak. Indeksatsiya esa
davlatning umumiy oshirish qarori bilan amalga oshadi. Uchinchi nozik jihat. Norasmiy ish kelajakda pensiya huquqlarini kamaytiradi. Bugun pensioner menga baribir pensiyam bor, oylikni naqd olsam ham bo'ladi deb o'ylaydi. Ammo ertaga qo'shimcha stajni isbotlash kerak bo'lsa, na mehnat shartnomasi bor, na soliq to'lovi, na elektron yozuv. Bu holatda pensiyani qayta hisoblash qiyinlashadi. Ayniqsa farzandlar ota-onasini ishga joylashtirayotgan bo'lsa, albatta rasmiy shartnoma talab qilsin. 4-nozik jihat pensioner ishlayotganini yashirish kerak emas. Hozirgi tizimda ma'lumotlar ko'p hollarda elektron bazalar orqali bog'langan. Ish joyi soliq to'lovlari, mehnat shartnomasi. Pensiya ma'lumotlari tegishli idoralar tomonidan ko'rilishi mumkin. Agar biror imtiyoz yoki to'lov faqat ishlamaydigan shaxsga beriladigan bo'lsa, ishlayotganini yashirish keyinchalik ortiqcha to'lov deb topilib, qaytarish majburiyatini keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun har qanday ijtimoiy to'lovda rost ma'lumot berish kerak. 5-nozik jihat bank kartasiga tushgan summa bilan tayinlangan pensiya miqdori bir xil bo'lmasligi mumkin. Chunki kartaga tushadigan puldan oldin ushlanmalar bo'lishi mumkin. Masalan, sud qarori, ijro hujjati, oldingi ortiqcha to'lovni qaytarish, kredit bo'yicha avtomatik yechimlar, bank xizmatlari yoki boshqa holatlar sabab pensioner qo'liga kamroq pul olishi mumkin. Shuning uchun menga kam tushdi desangiz, birinchi navbatda pensiya tayinlangan miqdorni va real to'langan miqdorni alohida solishtiring. 6-nozik jihat. Avgust oyida oshirilgan pensiya ba'zan to'lov jadvali sabab biroz kechikib ko'rinadi. Masalan, pensioner oyning boshida pensiya olsa, tizimdagi texnik qayta hisoblash keyingi to'lovda farq bilan berilishi mumkin. Lekin bu doim shunday bo'ladi degani emas. Agar bir oy o'tdi, 2 oy o'tdi, lekin farq yo'q, unda kutib o'tirmaslik kerak. Ariza bilan murojaat qilish kerak. 7-nozik jihat. Chet elda vaqtincha bo'lgan pensionerlar ham to'lov tartibini alohida tekshirishi kerak. Agar odam O'zbekistondagi pensiyasini olayotgan bo'lsa, yashash joyi, bank kartasi, ishonchnoma, doimiy ro'yxat. To'lovni olish usuli kabi masalalar muhim. Indeksatsiya umumiy bo'lsa ham, pensiya to'lovini olishda hujjat yoki bank bilan bog'liq muammo chiqishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar siz ishlovchi pensioner bo'lsangiz yoki ota-onangiz ishlayotgan pensioner bo'lsa, quyidagi ishlarni bajaring. Birinchi qadam, avgust oyidan oldingi pensiya miqdorini yozib oling. Masalan, iyul oyida kartangizga qancha tushdi? Pensiya tayinlangan miqdor qancha edi? Ustamalar bormi? Ushlanmalar bormi? Buni shunchaki eslab qolmang, yozib qo'ying yoki bank ilovasidan skrinshot saqlang. Ikkinchi qadam, avgust oyidagi to'lovni solishtiring. Agar davlat tomonidan pensiya oshirilgani rasmiy e'lon qilingan bo'lsa, avgust to'lovi avvalgidan farq qilishi kerak. Lekin faqat kartaga tushgan summani emas, pensiya hisob-kitobini ham solishtiring. Ba'zan kartaga kamroq tushishi mumkin, lekin pensiya aslida oshgan bo'ladi. Farq esa ushlanma sabab kamaygan bo'ladi. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling yoki MyBigGov kabi elektron xizmatlar orqali ma'lumot oling. Murojaatda oddiy va aniq yozing. Men yoshga doir pensiya oluvchi ishlovchi pensionerman. Avgust oyidan pensiyalar indeksatsiya qilinganligi munosabati bilan mening pensiyam qanday miqdorda qayta hisoblanganini, oshirilgan summa qaysi sanadan qo'llanganini va to'lovda farq bo'lsa, qachon berilishini tushuntirib berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq murojaat qilsangiz, javob ham aniqroq bo'ladi. 4-qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari, mehnat shartnomasi, ish joyidan ma'lumotnoma, elektron mehnat daftarchasidagi yozuvlar. Ish haqi va soliq to'lovlari bo'yicha ma'lumotlar bo'lishi kerak. Hamma hujjatni bir papkada saqlang. Ayniqsa pensiyaga chiqqandan keyingi ish davrlarini tasdiqlovchi hujjatlar juda muhim. 5-qadam. Ish beruvchingizdan rasmiylikni talab qiling. Men pensionerman, menga farqi yo'q demang. Farqi bor. Mehnat shartnomasi elektron tizimga kiritilganmi? Lavozimingiz to'g'ri yozilganmi? Ish boshlagan sana to'g'rimi? Ish haqi rasmiy ko'rsatilganmi? Ijtimoiy soliq to'lanayaptimi? Bularning hammasini tekshiring. Chunki bugungi beparvolik ertangi pensiya hisob-kitobida muammo bo'lishi mumkin. 6-qadam, agar pensiya oshirilmagan deb hisoblasangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Albatta yozma murojaat qiling. Telefon qilib so'rash mumkin, lekin huquqiy natija beradigan narsa yozma yoki elektron murojaatdir. Murojaat raqamini saqlang. Javob kelmasa yoki javobdan qoniqmasangiz,
yuqori turuvchi organlarga yoki tegishli tartibda shikoyat qilish mumkin. 7-qadam farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar elektron xizmatlardan foydalanishda qiynaladi. Ular bank ilovasini ocha olmaydi. Maybog'ga hop uz tizimga kira olmaydi. SMS'ni tushunmaydi. Murojaat matnini yozishga qiynaladi. Farzandlar uchun bu 20 daqiqalik ish bo'lishi mumkin. Ota-ona uchun esa bir oylik pensiya farqi masalasi. Shuning uchun ota-onangizning pensiya to'lovlarini birga tekshirib bering. 8-qadam. Agar sizda ushlanma bo'lsa, uning asosini aniqlang. Ba'zan pensiya oshmadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya oshgan. Lekin ijro hujjati bo'yicha ushlab qolinmoqda. Bunday holatda pensiya bo'limi bank yoki majburiy ijro byurosi orqali qaysi qarzdorlik, qaysi hujjat asosida qancha miqdorda ushlanayotganini bilib oling. Noma'lum ushlanma bo'lsa, albatta aniqlik kiriting. 9-qadam. Pensiya qayta hisoblash imkoniyatini alohida so'rang. Murojaatda faqat indeksatsiya haqida emas. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin rasmiy ishlagan bo'lsangiz, pensiyaga chiqqanimdan keyingi ish stajim va ish haqi pensiyani qayta hisoblashga asos bo'ladimi deb ham so'rang. Chunki ko'pchilik aynan shu savolni bermagani uchun yillar davomida qo'shimcha imkoniyatni bilmay yuradi. 10-qadam. Rasmiy xabarlarni kuzating. Telegramdagi tasodifiy kanallar qo'shnining gapi yoki falon odam shunday debdi degan gap bilan qaror qilmang. Pensiya masalasida rasmiy manbalar, pensiya jamg'armasi axborotlari, qonun hujjatlari, prezident farmonlari va hukumat qarorlariga tayanish kerak. Chunki bir noto'g'ri xabar odamni behuda asabiylashtiradi yoki aksincha o'z haqqini talab qilishdan to'xtatib qo'yadi. Endi oddiy raqamlar bilan tasavvur qilamiz. Masalan, pensionerning iyul oyidagi pensiyasi 2 million so'm. Avgustdan umumiy oshirish 15% deb olaylik. Bunda nazariy jihatdan pensiya 300 ming so'mga oshib 2 million 300 ming so'm bo'lishi mumkin. Lekin agar unda 100 ming so'mlik ushlanma bo'lsa, kartaga 2 million 200 ming so'm tushadi. Pensioner esa faqat 200 mingga oshibdi deb o'ylaydi. Aslida pensiya 300 mingga oshgan. Lekin 100 ming ushlab qolingan. Yana bir misol. Pensionerning pensiyasi 1 million 800 ming so'm edi. Oshirishdan keyin hisob-kitob bo'yicha 2 million 70 ming so'm bo'ldi. Lekin unga minimal miqdorga yetkazish bo'yicha oldin qo'shimcha berilgan bo'lsa, yangi tartibda qo'shimchaning tuzil o'zgarishi mumkin. Natijada qo'shnisi bilan bir xil foizda oshmagan ko'rinadi. Bunday vaziyatda vahima qilishdan oldin pensiya tarkibini so'rash kerak. Asosiy pensiya qancha, ustama qancha, kompensatsiya qancha, ushlanma bormi? Yana bir holat. Pensioner 2 avgustdan pensiya oshirilishini kutdi. Lekin avgust boshida eski summa tushdi. Keyin sentabrda 2 oylik farq qo'shilib tushdi. Bunday holat texnik jarayonlar yoki to'lov jadvali bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin agar sentabrda ham farq bo'lmasa, bu endi tekshirishni talab qiladi. O'zi bir kun berib qolishar deb kutish to'g'ri emas. Demak, asosiy xulosa shuki, O'zbekistonda ishlovchi pensionerlarning pensiyasi umumiy indeksatsiyadan chetda qolmasligi kerak. Pensioner ishlayotgani uchun avgust oyidagi oshirish unga qo'llanmaydi degan fikr noto'g'ri. Lekin indeksatsiya bilan pensiyani qayta hisoblashni aralashtirmaslik kerak. Indeksatsiya umumiy oshirish, qayta hisoblash esa shaxsiy ish staji, ish haqi va hujjatlarga bog'liq alohida jarayon. Agar pensiyangiz oshganini ko'rmasangiz, darhol hujjatlarni tekshiring, pensiya bo'limiga yozma murojaat qiling. Ish joyingizdagi rasmiy ma'lumotlarni tartibga keltiring. Ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularning to'lovlarini birga tekshiring. Chunki pensiya bu shunchaki pul emas. Bu insonning yillar davomida qilgan mehnati evaziga olgan qonuniy haqqidir. Siz ishlovchi pensionermisiz yoki oilangizda shunday inson bormi? Avgust oyida pensiya oshishi bo'yicha sizda qanday savollar bor? Izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni boshqa pensionerlarga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'pchilikning o'z haqqini vaqtida olishiga yordam beradi.